Bizning Anilanus kanalimiz homiyi bo'ling va sizning loyihalaringiz bizning videolarda namoyish etiladi. Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Qishloq jetellarining o'lim poygalariga xush kelibsiz. Oxirgi tirik qolgan mening sivilizatsiyamda cheksiz ozodlikka ega bo'ladi. Siz soliq to'lamaysiz va mening soliqlarimning bir qismini olasiz. Eng kuchli g'olib bo'lsin. O'yinni boshlang. Oha, kichkintoy, biz buni uddalaymiz. Men uysiz jetel qayerga ketganini bilmayman-u, ammo biz usiz ham uddalashimiz kerak. Xo'sh, keling boshlaymiz. 3, 2, 1, boshlaymiz. Olg'a, hamma sandiqlarni bo'shatamiz. Sen yutqazasan, qurbaqa kalla. Buni hali ko'ramiz. Bo'la qoling, dadajon. Nima bo'ldi, qurbaqa kalla? Wow! Xo'ya. Qurbaqajonni tuting. Ular juda ham ko'pchilik. Keling, bu yerdan suramiz. Bu yoqqa kel, qurbaqa kalla. Bo'la qo'y, kichkintoy, qocha qol. Endi esa kel ularga hujum qilamiz. Xo'ya. Ma kallanga. Dadajon, ulardan birini o'ldirdingiz. O, rostdanmi? Demak, ikkitasini o'ldirish qoldi. Bizga reja kerak. Yaramaslar! Ma olhamma! Qani ketdi. Yo xudoyim, endi biz oxirgi jetelni topishimiz kerak. Umid qilamanki, Grox bizni kuzatmayapti. Agar teskarisi bo'lsa, bizni qamoqqa tiqishadi. Jinursin, qani o'sha oxirgi jetel? U qayerda? Chiqa qol. Dadajon, men uni o'ldirishni xohlamayman. U mening do'stim. Mayli, nima desang shu, uni qidirishdan charchadim. Mana u. Salom, tupoy jetel. Mana buni ol. Ha, kichkintoy, qani ketdik, biz yutdik. Menga bu film yoqyapti. To'xta, Jinursin, o'lim poygalariga qo'y, men kim g'alaba qozonganini ko'rmoqchiman. Jinursin, menimcha qurbaqachon yutganga o'xshaydi. Uni meni yonimga olib kel. Men meni do'stimni o'ldirganingiz uchun xafaman. Umid qilamanki, u bilan hammasi yaxshi. U juda to'poy edi. O'zi u bilan qanday qilib do'stlashishing mumkin? Menimcha uni kutganimiz ma'qul. Hoy, birodar, ko'rinib turibdiki, eng oxirgi o'yinchisan. Biz bilan yur, biz seni Groxning oldiga boramiz. Va nihoyat bir haftadan keyin kelsangiz bo'lardi. Xo'sh, kichkintoy, ichkariga kir, ketamiz. Bo'ldi, men tayyorman. Jenursin, bu nima? Groxning saroyimi? Juda ham rasvo. Hoy, gap sotishni bas qil. Tushundim, aybdorman. Yo, mening sevimli jetelim. Tabrigimni qabul et. Rahmat, Lord Grox. Xo'sh, server, qurbaqajonga kostyum ber. Oha, jonidan, mana bu ajoyib kostyumga qarang. Sen endi meni lord deb chaqirishing shart emas. Sen ozod odamsan. Mana bu raqamlarni ko'ryapsanmi? Bu meni soliqlar hisobiga topadigan kunlik daromadim. Sen esa shu summani 1% olasan. Oh, sensei, siz juda saxiylik qilyapsiz. Pullarni xohlagan narsangga sarflashing mumkin, lekin orolni tark etma. Oha, 20-kun men allaqachon ozodman. Jetellar soliqlarni to'lashadi, men esa bu vaqtda uyimda o'tiraman. Ajoyib ish qildik, dadajon. Aha, kichkintoy, lekin menga qiziq. Uysiz jetel tirik qolganmikin, ha? Men bilmayman. Men ham bilmayman. Qiziq, meni pullarim qachon kelarkan? Hoy, qurbaqajon, Grox hozirgina shuncha pul ishlab topdi. Sen ham o'z pulingni olding. Rostdanmi? Va men qancha oldim? 1 millionta soliq. Qancha? Xo'sh, endi millioner bo'lgan ekanman. Keling, o'zimga ajoyibgina uy sotib olaman. Mana shuni tanlay qolaman. Yetarlicha pulingiz borligiga aminmisiz? Ha, birodar, hozir aytaman. Men kuniga 1 million topaman. Yo, mana bu boshqa gap. Mana bu yerdan manzara juda chiroyli ko'rinar-kan, ha? Lekin baribir bu yerga nimadir yetishmayotgandek. Voy, endi yaxshi.
Bu yana qanday tovush? Hoy, nima qilyapsiz? Bu yerdan yo'qoling. Bu ajoyib. Ha, kichkintoy, endi otang qaroqchiday boy. Salom qurbaqajon. Nima? Siz tirikmisiz? Meni ikkalangizni ham Buni tarixi uzun. Xo'sh, sizni ko'rganimdan xursandman. Hatto seni ham. Qanday ajoyib to'ng. Xo'sh, bo'la qoling, dangasalik qilmang. Men sizga nima uchun pul to'layapman? Yaxshi, hozircha yomon chiqmayapti. Men bu qishloqdagi eng zo'r jit erkimligini bilishingizni xohlayman. Yana bir nechta haykal quring shunday. Yo'q, u o'z haykalini qurdirib chegaradan chiqib ketdi. Yo'q qilinsin. Xan janob. O Jinur, sen nima uchun buni qilding? Groxga bu yoqmadi. Sen o'z haykallaringni qura olmaysan, tushundingmi? Rostdanmi? Yaxshi. Mana bu adolatdan. Jinur, sen shuncha odam faqat menga qarayapti. To'xtanglar, bu axir o'sha qurbaqajon-ku. Yo xudoyim birodar, biz seni sevamiz. Men sendan bola xohlayman. Ha, yaxshimisiz? Agar qarshi bo'lmasangiz o'tib ketardim. Men juda mashhurman. Bu o'sha qurbaqajon. U Groxni yutgan. Men uni ko'rganman, u Groxni yutgan. Ha, janob. Ha, men Groxni turnirida yutganman. Shuning uchun meni hurmat qiling. Yaxshi, uyimga bora qolay. Yo xudoyim. Menga bunday hayot yoqyapti. O'zimga endi mashina sotib olsam ham bo'ladi. Yo, qanday sizlar? Yo xudoyim, bu o'sha qurbaqajon. Birodar, sen turnirni yutgansan. Mana bu chiroyli ko'rinyapti. Narxi qancha? Nima uchun bunchalik arzon? Mana bu ham yomon variant emas, lekin menga qandaydir qimmatroq narsa kerak. Nima deyotganimni tushunyapsanmi, Jitel? Jenursen, mana bu boshqa gap. Qancha turadi ekan? $1 million. Hoziroq sotib oling. Jenursen, bu mashina yovvoyi hayvonni o'zi ekan. Xasir, menga qara jonidan. Mening boy Jitelman. Qoch! Kelinglar, bu haqda unutamiz. Nima bo'lganda ham men o'zimni ko'cha yigitlarimga yaxta sotib oldim. Daraxtga o'xshab turmang. Qani ketdik, uni ko'rib chiqamiz. Bu kema juda zo'r. Wow, buni menga sovg'a qila olasizmi? Yo'q, mumkin emas. Kelinglar, ehtiyotkorroq bo'lamiz. Bu kema menga ancha pulga tushdi. Biz bu yerda bir nechta bayramlar o'tkazsak bo'ladi. Seni xafa qilmoqchi emasman, lekin mumkin emas. Kichkintoy hali ham qidiruvda. Titanik. Mana mashhur bo'lish nima degani ekan? Iltimos, obuna bo'l. Men bu qurbaqaga hech qachon ishonmayman. Hech qachon. Qo'y, nimani ko'ryapsan? Mana bu qurbaqaga u shubhali ko'rinyapti. Qo'y, meni narsam qo'daqa. Hammaga salom. Men sizlarni bu yerga bir necha kunlik ta'tilga chiqib ketayotganim uchun chaqirdim. O'rnimga jarayonni nazorat qiladigan odam kerak. Lekin janob, kim soliqlarni olib tartibga qaraydi? Sizning qo'riqchingizmi? Yo'q, meni o'g'lim qurbaqajon. U mening ko'zerim, u meni turnirimda yutgan. O'sha qurbaqami? Janob Grox, bu juda ahmoqona eshitilyapti. Birodar, biz unga ishonsak bo'ladi. Bu yerga qanday qilib kelib qolganimni bilmayman, lekin soliqlarni olishim kerak. O'zimni Dalaboyev do'stlarimni qo'riqchi sifatida ham olib keldim. Keling, boshlaymiz. Mana birinchi Jitel. Yo, xudoyim, axir bu qurbaqajon-ku. Men seni juda hurmat qilaman, birodar. Ha, ayyor, menga qanday gapirishni bilasan-a? Mayli, pullar uchun rahmat. Keyingisi kim? Men juda afsusdaman. Menda hech qanday pul yo'q. Meni tunab ketishdi. Birodar, buni eshitishdan afsusdaman. 26-kun. Menimcha bunga o'rganishyapman. Mana Jitel. Sen o'z bolangni yetaklab keldingmi? Ha, bu men o'g'lim. Mana sizning soliqlaringiz qurbaqajon. Rahmat. Kichkintoychi. U hali bola-ku. Yo'q, biz bunday ishlamaymiz. To'xta, nima haqida gapiryapsan? Yo'q. 27-kun. Keling, boshlaymiz. Xo'sh, senda nima bor? Sen Lord Grox emassan. Sen shunchaki ahmoq qurbaqasan. Mana senga. Qo'yil, bu meni cho'ntagimga ham sig'maydi-ku. Kichkintoy, bos. Yo'q, xudoyim, uni qo'lida qurol bor, meni o'ldirma. Barakalla kichkintoy, egningga nima kiygansan? 28-kun. Qo'lingdagi nima? Buni nega menga beryapsan?
Yigitlar uni yo'q qiling. Xo'sh, bu soliq mavsumi menga 500 million dollarga yaqin pul olib keldi. O'ylaymanki, uni bir qismini olsam bo'ladi. Xo'sh, senda nima bor? Bo'ldi, jonimga tegdingiz, ana bu yerga tur. Tez, bo'la qol. Qo'llaringni ko'rib turay. Endi menga nima bo'ladi? Sizlarni qurbon qilishadi. Qanday va qachonligini bilmayman. Qo'y, devorga qara. Yaxshi.